Hürmetli vatandaşım, nöbetçilik siyimizin üçüncüsü dikkat kılan leksiyada Sadık Rozi. Cungu Kompartiyasını yoqtuş vazifesini Lin Wenqing tamamlaydı mavzulu haber. Cungu'nun nazar torbiyetede ilan kılındı. Haber mundaq başlandı. Lin Jixuan'ın ufksi Lin Wenqing nöbeti Cungu matbuatları yani bir qatım tılga alıdığan isim bulup kaldı. Lin Jixua degan hazır türmede adliyege tapşırıldı. Onun ufksi Lin Wenqing kaçıp Amerika'ya kelgen idi. Sizler hazır adetli muşundaq addi halda düşünüp durunla vatandaşlarım. Cungu matbuatları Lin Wenqing'ni yani bir qatım tılga aldı. Lin Wenqing şu şöhbesiz ki xalqara matbuatla dikkat kılıvatkan Cungu Kompartiyası azalarının biridir. Washington Xalqara Strategik Tadqiqat Merkezi'nin analizcisi Christopher K. Johnson efendi New York Vaqt gazetiga mundaq degan edi. Lin Wenqing Cungu Kompartiyasının siyasi mahfiyetlikini qo'lga tushirgan deb aytib bergan. Xabarlarga asoslanganda Lin Jixua sobiq rais Hu Jintao'ning Markaziy komiteti ishxonasining mudiri edi. Ve Hu Jintao'ning eng yaqin ishonchli katibi bo'lgan. Sobiq rais Hu Jintao davrida barliq hujjatlar, maxfiy hujjatlar, arxiv va dokladlar, ma'muriyat hujjatlari hammasi Lin Jixuaning qo'lidan o'tib, yuqoriga yo'llanadi va tuvanga tushiriladi. Sobiq rais Jiang Zemin davridagi hujjatlashtirilgan materiallarni Markaziy komitet ishxonasida saqlanadi. Lin Jixua ko'zdan ko'chiratdi. Reddlaydi, turlarga ayirdi. 30 yıldan beri barliq eng nazik arxiv ve hüccetler, bir neçe ming parça eng yolluq hüccetlerinin cevherleri 2700 parçadan aşattı. Bunun içinde söz gör materyallarını Lin Jixua ufksi Lin Wenqing'e bergen. Lin Jixua ufksi Lin Wenqing'e bu materyallarını tapşırıp bergen. Lin Wenqing bugün bu materyallarını Amerika hükümetiga tapşırıp bergen. Tashqari dünyada dikkat merkezleşti. Eğer Lin Wenqing'ning qo'lidagi 3000 parçadan ortiq material oshkora bo'libla ketadigan bo'lsa, Asahi Shimbun Yaponiya gazeti mundaq hisobladi. Cungu Kompartiyasining hokimiyati ichida darajadan tashqari portlash yuz bergan bo'ladi. Aşkarı bulup ketadigan bo'lsa, Fransiya Xalqaro radiosi mundaq hisobladi. Lin Wenqing Amerikaga kelgandan keyin hozirgacha Cungu hukumatiga o'tkazib berilmadi. Bu shuni tushuntirib berdi-ki, Lin Wenqing aksi Lin Jixuaning planini o'rinlab bo'ldi. Cungu meseleleri mutaxassisi Yang Guang, Cungu'ga nazar torbiyetining muxbiriga mundaq ko'rsatdi. Diqqat vatandaşım. Lin Wenqingning plani Cungu Kompartiyasini yo'qotish planidir. Növbette qaraganda Lin Wenqing bu vazifani tamamen o'rinlab bo'ldi. Qalğını faqat Reis Xi Jinping'ning bu planni icra qilishila eshib qoldi. Reis Xi Jinping agar bu planni icra qilmasa, Amerika Qo'shma Shtatlar hukumati bu planni cho'qim icra qiladi. Prezident Obama agar bu planni icra qilmasa, saylamda o'tib chiqqan prezident 2016-yili Amerika Cumhuriyetçiler Partiyasidan saylangan prezident bu planni cho'qim icra qiladi. Shuning uchun bu plan cho'qim tamomlanadi. Oxirgi abzasini yana bir qatim takror o'qib beray vatandoshim, diqqat qiling. Cungu meseleleri mutaxassisi Yang Guang, Cungu'ga nazar torbiyetining muxbiriga mundaq ko'rsatdi. Lin Wenqingning plani Cungu Kompartiyasini yo'qotish planidir. Növbetde qaraganda Lin Wenqing bu vazifani tamamen o'rinlab bo'ldi. Qolgani faqat Reis Xi Jinpingning bu planni ijro qilishila eshib qoldi. Reis Xi Jinping agar bu planni icra qilmasa, Amerika Qo'shma Shtatlar hukumati bu planni cho'qim icra qiladi.
Prezident Obama agar bu planni icra qilmasa, saylamda o'tib chiqqan prezident 2016-yil Amerika Cumhuriyetçiler Partisidan saylanadigan prezident bu planni cho'qim icra qiladi. Shuning uchun bu plan cho'qim tamomlanadi.